Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyeni başlayımız. Leksiyası da Qadir Washington'da sözleyimiz. Bugün çizgiler 2022 yıl 9. ayının 14. günü. 14. günü Reis Xi Jinping Qozog'istonga tushdi. Prezident Toqayev oldiga chiqib qarshi oldi. Sal eşip ketdim. O qandaq. Masalan, meyli deyli, eşki devletin münasebeti şunda yakın bolsa belki Prezident Toqayev özü aldığı çıkıp qarşı alğan bolışı mümkün. Bundan keyinki Özbekistan Samarqandni keyin körümüz. Biroq hozir kelayotgan so'zlarni bugun tayyorlagan bir parcha leksiyamda vaziyati nima deysiniz? Bu bir obzorchining maqolasi ekan, u kishi debdi. O'tgan men sizlarga savol qo'ygandim 2 kun burun vatandoshim. Tugishadigan ish bo'lsa, bugun Rossiya bilan Jungo biraqla, birdek, bir septi, bir holda tugishamdi degan savolni qo'yibdi. Bu menga o'xshash, men 2 kun burun qo'ydim sizlarga. Bugun shu ketdi bu bir. Ikkinchisi, bugun pulga qaraydigan yillar tuyuqsizlik bir so'zni o'tirib olib chiqdi. Mavzu qilib qo'yibdi, ham ekranda chiqdi. Deydi-ki, endi men buni qanday qarashni bilmadim. Deydi-ki, hozir Reis Xi Jinpingning tuyuqsiz O'rta Osiyoni ziyorat qilishi, endi buning O'rta Osiyoga kirishi yoki O'rta Osiyoni Jungoga butunlay birlikka keltirishga munosabatlik yoki O'rta Osiyoni Jungoga birlashtirish uchun tayyorlik qilishga munosabatlik degandek bir jumla. Bu hamda tashviqotmi va yoki nima? Siz buni o'zingiz tahlil qilib oldingiz vatandoshim. Nima ish qilsangiz men ishongim kelmaydi. Shu dunyoda hozirgi kunda dunyoning vaziyati shunda bo'lib turgan kunda Reis Xi Jinping O'rta Osiyoni birlik keltiramdi. Bu tarafda Tayvanni birlik keltirmoqchi, u tarafda O'rta Osiyoni birlik keltirmoqchi. Bu qaltisi hikoya vatandosh. Anlab bakın, ben leksiyamni so'zlab berayim, sizga anlab bakın. Mavzumunda vatandaşlar. Xi Jinping bilan Prezident Vladimir Putin ko'rishalamdi. Bu taxminda qo'yibdi, lekin hozir Qozog'istonga tushib bo'ldi, shunaqmi? Tugishadigan ish bo'lsa, birlikda tugishamdi. Mavzuliq tahlil maqolasi 9. ayning 14. günü Çin Vijan torbetida e'lon qilindi. Bu bir odamning ismi. Xabar mundaq boshlandi. Dal hozir Ukraina xalqi qaytarma hujumga o'tib, qo'ldan ketgan yerlarni qaytarib kelayotgan Prezident Vladimir Putinning beshi qaygan bir paytda 9. ayning 15-16 kunlari Xi Jinping bilan Prezident Vladimir Putin O'zbekistonda Samarqand echiladigan Shanxay hamkorlik tashkiloti yig'ini mezgilida uchrashdi, ko'rishdi. Prezident Vladimir Putin ishini aytganda Reis Xi Jinping birdan-bir tutib elishga tegishlik jon qutqizish paxillidir. Jungo dedi ki Rossiya bilan bo'lgan ittifoqligimiz va hamkorligimiz cheksizdir. 2. ayning 24. kuni shundaq degan. Jungo garchi shundaq degan bo'lsin, biroq Jungo Amerika va Yevropa ittifoqining embargosiga duch kelganda har qanday ishga ehtiyot qilishga to'g'ri keladi. Rossiya Ukrainaga tajovuz qilgan kundan boshlab Jungo Rossiyaga harbiy jihatdan yordam berolmadi. Faqat Iroq sharqida o'tkazilgan Rossiyaning harbiy manevriga qatnashdi xolos. Jungo Rossiyadan ozroq nefit sotib oldi xolos. Bugun Rossiya Jungo munosabati eg'izdagi munosabat. Amaliyotda hech nima yo'q. Qop-qoraqli bir ish. Bu qatam Xi Jinping bilan Prezident Vladimir Putinning yuqori darajali suhbati o'tkazmoqchi bo'lganligi Xi Jinpingning 20. qurultayda qayta saylanishni qo'lga keltirish
asası jihatdan muqimlashib qolganligidan bo'lsa kerak. Biroq prezident Vladimir Putin Ukrainaga tajovuz qilib kirgandan keyingi bu kunlarda intayin zo'r krizisga duch keldi. Xabarlarga asoslanganda Peterburg, Moskva qatorli shaharlarda shaharlik dumaning a'zolari 9-oyning 9-kuni prezident Vladimir Putinning taxtdan tushishini oshkora talab qildi. Bunun sebebi prezident Vladimir Putin mag'lub bo'ldi. Simorniski shahrida Dumaning bir nafar a'zosi Dumaning tuvan palatasiga bir parcha xat yozib, prezident Vladimir Putinning taxtdan tushishini talab qildi. Cumhuriyet Partiyasi nurg'un satchiliklari, diqqat vatandosh, jinoyatlari Rossiyaning qo'lida. Cumhuriyet Partiyasining nurg'unlagan satchiliklari tarixdan birki ve cinayetler Rusya'nın qo'lida. Eğer prezident Vladimir Putin azroq oshkorlaydigan bo'lsa, azroq to'kib o'tadigan bo'lsa, Cumhuriyet Partiyasi bardoshlik bir alamda. Prezident Vladimir Putin hozir hayot mamotning girvigida turibdi. Eğer sen azroq xayrixohlik qilmasang, agar halok bo'lish kelsa, ko'pchilik billa halok bo'ladi. Bardoshlik beramisan, halok bo'lish to'g'ri kelsa, ko'pchilik billa halok bo'ladi. Ya'ni Rossiya bilan Jungo billa halok bo'ladi. Prezident Vladimir Putin Xi Jinpingni hargiz o'z mayliga qo'yib o'tmaydi. Magap qarama. Prezident Vladimir Putin Xi Jinpingni hargiz o'z mayliga qo'yib o'tmaydi. Esingizda bo'lsin, 2021-yil 6-oyning 16-kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden, Rossiya prezidenti Vladimir Putin janvada suhbatlashdi. Qatar. Bunda kelyapti ishlar vatandosh. Endi bugun 15-16-kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Cumhuriyet reis Xi Jinping bu yil 2-oyning 24-kunligini hisob qilmaganda bu qatim yana rasmiy ko'rishdi degan gap. Shunami? Ko'raylik, natijasini ko'raylik.